Halet, durup durumlar. Tez bağaylı. Benim kitabım. Hadi, kız ısıl oynayalım. Tez. Yaxşı. Biz geçip kaldık. Başlıp oldu. Doktorlar. Vatan kanıcı oyna. Yetra. Yetra. Vatan. Hey, oyun ahırlaştı. Mayli, ha? Kurban et kısama başlanıp gitti. Vay hocam özümle uslu oynasam deydi. O bek soğumu gerken. Nasırman kan, karıdırma. Bay gökten mi kılıvattı da? Bayının konu kesili yine kozguluptu da. Ben bana amal tapay. Ha, boldu. Bay hocam köre alıp gidiyor. Bay hocam, hem yiningizge hizi bulun. Eminim. Eminim kere. Hoy. Hoy. Hey abla. Yetra. Nasırman kan, kız ısıl oynayalım şu. Savutaga, kurban etinizge mübarek olsun. Ha, Nəsirdin əpəndi, mən sana bir numar göstərib verək. Ha? Ha. Hey! Ah, Savutaga kaltıskensiz. Sansını sep boğandan keyin azıraq əkəl, tet baxay. Elbette. Semizgen. Vay. Vay, yaxşı. Razı semizgen emas mı? Vay, canım. Vay. Kim urgan? Çıraylı xotan. Әтті енді қойбек батамды ла? Kurban edip kaldı emas mı? Yani koy soyduğun kemdağına göç tarqıtıdığan ki. Yana o qadaylar göçte akıtıp yeremdi la? Meni şunda kızı bağ demsen. Kanda kısan bolla. Dişim hecap mı kattı? Nemi degan mezlik? Bizden oyunu sağınsanıza hemmedin mezlik, hemmedin tatlık. Nasırdan poğaçılık qilma. Men kichik vaqtimda azaldan poğaçılık qilmaydim. Əmisa, siliçe çoğun boğanda poğaçılık kısıp olur iken de. Bu balınıza. Sağınıza nesip oldu, köpçülük tez gelip tetip yakınla. Nemi degan bezlik? Yana Nasır'dan akam yaxşı gel. Bəzi adamlarga oxşumaydı gel. Ha. Senin davat bilan bay hocam bu deymi? Köylüme. Mening dadam undaq bexil emas. Senin dadan en bexil adam. Undaq emas. Şu. Undaq emas. Vay vay, boldu, talaşmanglar. Kurban hetta köpçülük çoğum inak ötüş To'qqidim gerek. qaytda men ko'pchilikning dadam taqsimlagan go'shtni cho'qim yeyilishiga kafolat berman. Undaq bolsa biz çoğum saqlaymiz. Nima degan mezlik? Yak, bundaq bölüşki bo'lmaydi. Bir amal tapsılıçı. Dada, ana, men qaytib keldim. Qo'y go'shtini bo'lib bo'ldinglarmi? Dada, nima degan yaxshi ya? Qozam go'sht ye. Oh, Oye, kozam asraq ye. Xotin, mening bir amalim bor. Nima? Qandaq amal tapdılar? Sili bək aqıllıqçımı? Bu gadaylar sunak hacılıson. Bizning uyning sunaklarımı bək təmlik.
Balam çekilme. Men dostlarımga go'sht taqtib berman. Hey, bo'lmaydi. Go'shtni ular yesa sen nima yeysan? Men nima degan aqlliq. Bunaqa amalni faqat menla o'ylab topa olayman. Qandaq? Asta! Nima ish qilyapsan bola? Hoppa! Suvaklarni nima deb ko'mayapsan? Muallim bizga ish qolgan suvaklarni to'pol ko'masa chirim bo'lmaydi degan. Ana! Uy, qo'zam, bo'ldi. Yig'lama qana qo'zam. O'g'lim, men sana cho'ng xo'rasdan birini tutib beray. Yo'qolsa. Abla, qeyb qolganlarning hammasi lo'q go'shtlar. Chaqim yo'q. Ish qilib go'shtni berishga bo'lmaydi. Amal topdim. Lay 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 lay. Xotin, men amal topdim. Hocam, sizlar bek aqlliqchimi? Vah, nima degan mezlik sonsi bu? Nasriddin afandilarning sonsi shunday mezli. Nima degan mezlik, ha? Sağzını ko'rsamni qo'zig'im echib ketadi. Go'sht tarqitimiz. Men yiroq yaqinga dag'ib ketgan katta boy. Shariatning qoidasi bo'yicha bugun qurbon etak mushunda xushalliq kunlarda qurbonlik qo'yning go'shtini haqam soylarga sadiq qilaman. Qandaq? Kuni g'aribdan chiqqan o'xshamamdi. Kelinglar, hammanglar kelib turanglar. Boyxo'jamning uyining go'shtini qurg'ini puranglar. Ha, boyxo'jam. Hay, Boyxo'jam, menga bir poch bersa. Voyja. Boyxo'jam. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purib oldinglar-ku deyman. Hammanglar go'shtning mezilik purg'ini purgandan keyin qoida usul bo'yicha ancha-muncha bir narsa berishinglar lozim-ku deyman. Qurbon et, Boyxo'jamning puraq purtishi yetib bo'lib qoldi. Bunda qurbon etni texi ko'rib boqmabdi ekanmiz. Sansa. Bayxo'jam, 2 kundan buyon burnim putib qilib, hech qanday narsaning purg'ini puryanmadim. Qoida yo'sin bo'yicha men sizlarga hech qanday sovg'a bermasam bo'ladigan-ku. Sen hammang anglab turish. Qo'limdagi bu go'shtning purg'ini purgan odam kun o'ltirishdan burun sanzini mening uyimga olib yo'q qilish kerak. Men boy hisob kitobni intayin inchki qiladigan odam. Boyxo'jam odamni bek bo'zaq qildi, Nasriddin aka tez amal topqini. Bir o'ylab boqaychi. Amal bitildi. Bayxo'jam, Nasriddin efendi, sen hozirda sanzini ip keldingmi? Bayxo'jam, men sizlarga sanzi ib kelamidim. Sizlarga tangi sovg'a qilsam qanday deydilar? Tanga. O'zi deydingmi? Nasriddin efendi, bu nima deganingiz? Herkes boyga ma'quldimi? Bayxo'jam, tez uyg'onsizlar. Nima? Sen yeni olmoqchimi? Men yeni olmayman. Biroq sizlar bu tangilarga ega bo'lgandan keyin go'shtni hammalarga taqib berdilar. Bo'ldi, endi sizlar guvoh bo'linglar. Kun o'ltirishdan burun men tangilarni topshirib olsamlar, go'shtni sizlarga ulashtirib beraman. Unda bo'lsa, Bayxo'jam, gapimiz gapchimi?